Assalomu alaykum qarindoshlarimiz. Biz hozir İstanbul'daki Sultan Ahmet Camii'nin oldida turib, butun dunyolik uyg'onlarimga so'z qilyapman. Men 2012-yilda tunji qatam Turkiyaga, ya'ni mal elish uchun, tijorat uchun kelgan vaqtimda avval mushalan sayohat qilib, bu yer meni intayin hayajonlantirgan edi. Ama qayt kelgan chiqimi u hayajonni topolmadim. Ama men sizlarga Sultan Ahmet Camii'ninki qisqacha bir tarixini sizlarga anlatmoqchi qarindoshlar. Sultan Ahmet Cami Osmanlı devletininki şu zamandaki padişahı Sultan Ahmet tarafından selingan. Sultan Ahmet bir çoğun jangga ketirganlar. Jangga bütün askerlarni yapmadı. Şu mangal vaqtida şu zamandaki Türkiye'ninki en nochi mimar, yani mimar sınavına şundak buyruq çıktı. Sen bu yerga şundak bir güzel bir cami sal ki senin sağın bu camisin bütün dünyada hiç kandak okuşu olmasın. Hem bu camininki munasını altından koygan edi. Şunu olan mimarsının padişahının gibiga ma'qul edi. Padişah jang gidiyor. Mimarsının bu caminin şundak güzel hem mükemmel saldı qarindoshlar. Bununki umumiy ahvolini anlatsam nurg'un gap qarindoshlarimiz. Bu cami bitgandan keyin Sultan Ahmet jangdan qaytib keldi. Jangdan qaytib kelib, mana bu yerga kelgan vaqtida tam bu camini ko'rib ajoyib hayajonlanadi. Mening o'ylaganimdan güzel chiqibdi, ya'ni tashqi qiyapti deb shunda hayajonlandi qarindoshlar. Hem bu caminin sığınan vaqtida Aya Sofiya Camii'nin tam karşısına udul qilib soldirdi qarindoshlar. Şunun bilan padişahninki diqqatini chekkan bir narsa var. Chunki padişah bu camininki munasini oltindan qil deb buyruq tushirgan edi. Ammo lekin mimarsinan bu camininki munarini oltindan qilmaydi. Padişah bu caminin ham yerdan qursin bo'lgan bo'lsa-mu, ammo munasini oltindan qilmaganligi uchun mimarsinandan bunu so'raydi. O'ziga chaqirib turib, sen bu camini shunday go'zal qilsan. Maşallah, Allah razı olsun. Ama nima uchun men buni munasini oltindan qil desam oltindan qilmading deb azroq ochiqlaydi. Shuning bilan mimarsinan deydiki, ya podshohi olam, men sizni oltin muna cami qildi deb tushunibdiman. Oltin muna qildi deb hech o'ylamabdiman deydi. Oltin muna bilan oltin muna degan so'z intayin yaqin qarindoshlar. Shuning bilan podshohga deydiki, biz bu camininki munarni oltindan qilsak, kunlarning biri o altını bu caminin üstünden o'g'irlar ele verishi mumkin. Ama altın devletin hazinesi tutsa hem halkımız için, hem devletimiz için, hem ordumuz için kıymet olur. Bu munar altın qilishning hiç qanday qiymati yo'q. Buludu deb o'ylayman podshoh aylandaydi. Shuning bilan Sultan Ahmet o'ylanadi. Amaliyotda bu bir haqiqat. Shuning bilan podshoh so'raydi. Mimarsina, sen haqiqatan mening gapimni oltin munar qil deganimni oltin muna deb anglab qoldingmi yoki bilib turib qoldingmi deydi. Mimarsinan yurakli holati deydi.